arzona chiqib qoluvdi auditoriyamga ilinadi. Yangi yo'ldagi realtorlardan, barcha uy bilan shug'ullanuvchi blogerlardan uzr so'rayman. Men bunaqa ishlar bilan shug'ullanmasdim, lekin arzona chiqib qoluvdi auditoriyamga ilinaman. Assalomu alaykum aziz obunachilarim. Men bugun shunaqa chiroyli bir uy topib qo'ydim. Bu uy sizlarga yoqmasdan iloji yo'q. Aynan 8,5 sotixdi. Juda ham ko'p farzandli, keng oila uchun aynan asqotadigan uy. Narxi ham shikolat. Narxini oxirida aytib o'taman. Sizga uy kerak bo'lsa shu videoni oxirigacha ko'ring. Agar do'stingiz uy qidirib yurgan bo'lsa, mana shu videoni do'stingizga tashlab qo'ying. Demak, biz obzorni boshladik. Xullas, shundan nariga bitta nazar tashlagan. Qara. Men qarayapman. Endi bir narsa aytib qo'yaman. Bolaxona, bu yerda kamida 5 ta odam maza qilib ko'rpasan tashlab olib, yoz payti kechki savol qiladi. O'sha yerdan havola kirib turib, maza qilib gaplashib, dardlashib yotishga nima aytsin? Tegida pastda yozgi oshxona qilib qo'yadigan joyi ham bor. Undan tashqari hovlini qarang. Hovli qishda ham qor o'tmaydi, yomg'ir o'tmaydi, xullas maza qilib yashaydigan joyi. Uyga ko'p emas, ozgina kosmetika qo'yingiz uchun bitta remont qildirib olasiz. Bu yerda 2 xona uy remont bo'lgan. Mana bu yerda 2 xona uy remontdan, ta'mirdan chiqqan. Xullas joyga uzun yo'q. Xullas ta'mirdan chiqqan uy. Endi bu darvoza xonasi. Bilamiz. Mana bu yerda terrasasi bor. Endi gap ochiq ozgina remont qilish kerak, lekin unaqacha abgor holatda emas. Davom etamiz. Qo'lini olib, salqingina o'tirib maza qilib, choy damlab olib. Keling. Bu to'g'ri chiqishxona. Xullas, mana bu yerdan o'tsak. O'sha yerda mana bu turgan bino, ya'ni uycha, bu ham sizlarga qarashli. Xohlang, o'sha tomonga bir chiroyli bitta imorat soling. Xohlang, mana bu agonot qilmayman, basseyn qilib qo'yaman desangiz ham bo'laveradi. Xullas, aka, nima xohlasangiz shuni qiling, lekin keling shu yerga. Uy sizga muborak bo'lsin, duo qiling bizga ham. Xullas, uy tashqi fasadi bu. Endi lokatsiyasiga kelib to'xtalamiz. Yoz boshida Yangi Pushkin maytopi bor. Yangi Pushkinni ozgina kirsangiz bilasizlar, mashhur Dilmurod Shashli mana o'ng qo'lda. O'sha mashhur Dilmurod Shashlidan 50 metr turganingizda shunda o'ng qo'lingizda mana shu uy sizda kutib turibdi. Videoni yaqin do'stlaringizga tashlab qo'ying. Like, podpiskalar bilan, kommentlar bilan ozgina qo'llab-quvvatlang. Bir kun kelib mana shu uyda o'yingizdan choy ichishingiz bu aniq. Sog' bo'linglar. Bizani kuzatishda davom etinglar. Tanjoninglar sog' bo'lsin. Xullas, narxini olsak keladigan bo'lsak, men narxini bu uyi tog'a 87 ming dollarga bermaganlar. Men sodalashdim. Rostdan sodalashdim. 75 ga beramiz dedim. Yo'q debdilar. Yon atrofdagilar 80, 90, 100 mashinalar sotilgan. Endi bu aytib menga pul srochno kerak, zarur deganlar uchun ozgina o'tib beraman. O'sha 87 mingga bermaganimdan 5 ming o'tib beraman dedilar. Xullas, men bir narsa aytaman. Tog'ani nomerlarini qoldiraman va o'zimning raqamim ham kanalimda bor. Siz menga qo'ng'iroq qiling, mana shu uyni sodalashib berdim. Men sizni foydangizga sodalashib beraman, va'da beraman. Kelinglar. Xullas, sizlarni kutamiz. Sog' bo'linglar.